Assalomu alaykum, go'zal obunachilarim, mehribon, go'zal Instagram oilacham. Qaysizlar, yaxshimisizlar, tuzimizlar, qizlar? O'zimni kompaniyam haqida ma'lumot bermoqchiman. O'zimni sevimli kompaniyamdan topgan daromadim haqida ma'lumot bermoqchiman, qizlarjonlar. Kompaniyamdan topgan daromadim birinchisi mana bu bo'ladi. O'zimni sevimli brasletim bo'ladi. Birinchi topgan daromadimga shuni oldim. Ikkinchida topgan daromadimga shuni oldim. Uzukni oldim. Uzukni mazza qilib xursand bo'lib shu uzukchani oldim. Qizlar, sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Yechgan pulim mana bu bo'ladi, qizlar. Siz bir martalik sarmoya kirgizib, mana bu bilan sarmoya kirgizasizda, mana shu pullarga ega bo'lasiz, qizlar. Sizlarni ham kompaniyamizga taklif qilib qolaman. Kim shu darajaga yetishaman, shunaqa mablag' olaman men, shunaqa o'zimni xursand qilaman deydigan insonlar bo'lsa, komandamga taklif qilib qolaman. Onlayn orqali noldan boshlab komandamda hamma ma'lumotlarni beraman, o'rgataman. O'zim qanaqa darajaga yetishgan bo'lsam, shu darajalarga yetishgan bo'lsam, hammalarni shu darajagacha o'zim olib chiqib, qo'lingizga daromad tekkincha birga yordam beraman. O'zimni nabichoqlarim, nastavniklarim birga sizlarga hamma yo'lda o'rgatadi, qizlar. Uyda o'tirib bekorchilikdan gap sotib, u qo'shninikiga, bu qo'shninikiga chiqqandan ko'ra, onlayn orqali $100 dan tortib $1000, $2000, $3000 bemalol topa olasiz. Bu sizni qo'lingizdan keladi, albatta. Ayol kishini qo'lidan hamma yo'q keladi. Komandamga taklif qilib qolaman.